Grija va protruziyaning bir-biridan qanday farqi bor? Protruziya griziyani boshlanish alomati. Birinchi umurtqa pog'onangizda tuzli yig'ilib, olasizlarda bir qisqara boshlaydi. Sekin tog'aylar sekin shishib, yon tomonlarga o'sa boshlaydi. Agar qovog'ini yirib chiqmasdan o'sish MRTda ko'rinsa 2-3 millimetrgacha bo'lsa, buni protruziya deymiz. Ya'ni hali o'zini qobiqini yolib chiqmagan. Agar u yolib chiqsa, u yana ham kuchayib 4, 5, 8, 10 millimetrgacha bo'lsa, buni grija deymiz. Endi bu klinikasida ham har xil bo'ladi. Klinika agar protruziyada og'riqlar sekin faqat местный o'sha bel sohasida bo'lsa, grijada yolib chiqqandan keyin karushokka tegib turishiga qarab oyoqni oldi sohasiga berish mumkin, yon sohasiga berish mumkin yoki orqa sohasidan to pastga to'piqqacha tushish mumkin. Shunaqa farqi bor. Klinikada ham, MRTda ham farq qiladi. Protruziyada 1-2 kun ukol olsa yoki tabletkalar ichsa og'riqlar o'tib ketishi mumkin. Grijada o'tmasdan ko'proq cho'ziladi, обязательно lechение olish kerak bo'ladi.